Menga ayollar murojaat qilishadi. Qizim 15 yosh yoki 14 yosh, qizimga konsultatsiya qilasizmi deb. Mening javobim bitta. Yo'q. Men siz bilan konsultatsiya qilaman deyman. Shunda hayron qolishadi. Nega? Masala qizimda-ku. Qizim to'g'rilanishi kerak. Men unga gapim o'tmayapti, fikrim o'tmayapti, men unga eshitmay qo'ydi. Siz unga gapiring, u siz eshitadi deyshadi. Qizlar yo'q. Farzand tarbiyasida. Farzandimiz bizni eshitishida gap farzandimizda emas, gap qizimiz yoki o'g'limizda emas, gap bizda. Biz qanday ong bilan, qanday tushuncha va tafakkur bilan uni o'stirganimizda, qolaversa, qanday ohangda gapirayotganimiz, nimalarni berayotganimiz va aynan unga nimalarni ekkanimiz haqida. Ishoning, siz kecha ekkaningizning natijasini bugun olyapsiz. Ha, bu natija achchiqdir. Ha, kecha siz og'riq, musibat, sinovlar ortidan shunday muomala qilgandirsiz ehtimol. Lekin buni to'g'rilashning iloji bor. Buni to'g'rilashning iloji farzandni to'g'rilash emas, balki o'zingizni, qalbingizni isloh qilish. Ilm orqali, fikr orqali, tafakkur orqali, o'zingizni o'zgartirish orqaligina farzandingizni tarbiya qila olasiz. Aynan mana shu mavzuda men YouTube kanalimda bepul darslikni taqdim etdim. Agar siz darslikni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, unda kommentariyaga plus belgisini qoldiring va darslikka ega bo'ling.